Assalomu alaykum qarindoshlar. JavaScript'ning asosiy yurishlik darsimizga xush kelibsiz. Bu qitimliqi 5-qism darsimiz bo'lib, oldingi qismda biz variable, ya'ni o'zgarguvchi miqdor va sonliq ma'lumot tipi, ya'ni data type degangan, uning ichida biz qarasanglar, ikkiga bo'lgandik sonliq ma'lumot tipini. Birisini primitive type, ya'ni birisini non-primitive types. Primitive type degan dastlabki tipi, ya'ni dastlabda bo'lgan. Bunun için biz neyini bilgen qaysi variable'larni o'zgarish miqdorini bilgen sanlar son, xat yoki bir jumla xat. Ondan keyin boolean degan. Boolean qanday true or false de. Ondan keyin undefined bir qitim ko'rgan. Degan o'rganimiz qanday non-primitive types. Non-primitive degan qanday yuqori darajadagi yoki bo'lmasa ibtidoiy bo'lmagan demakchi. Onun ichida object o'rganimiz. Object degan nima? Object ham uyg'urchada obyekt deymiz. Obyektivlik degandek anlam bo'lishi mumkin. Obyekt degan xoslik va usul jihatda ko'p xil qimmatga ega mustaqil gavda. Obyekt xoslikka haqiqiy ma'no saqlaydi. Usul miqdoriga vakillik qildi. Obyektni bevosita yoki obyekt quruvchi sintaks orqali qurg'il bo'ldi. Masalan, buni amaliy misol qilsam, odatda biz bir ishlatuvchi bor deylik, bir odam bor deylik. U odamning qanday ismi, ishi, kasbi, hammasini qanday bir yerga sonliq ma'lumotni bir yerga toplamoqchi, bir yerga qurmoqchi. Buni qanday quramiz degan chog'da, masalan, so'z bilan qilgan chog'da, string bilan qilsak, buni bir mo'min jumla bo'lib ketadi. Endi son qilsak, faqat bu son bilan unda ifoda qilinmaydi. Boolean bilan qanday true or false bilan qilinmaydi. Buni qanday qilamiz desangiz, object bilan biz maqsadimizga yeta olamiz. Unda esa men hozir sizlarga misol, amaliy misol ko'rsatib beray. Xohlagan bir to'rbat narsanglar bo'ldi. Bundan oldin aytgandek, mousening o'ng tarafini chekib inspect yoki inspect element ma'ni bassanglar. Buni inspect yani tekshirishimiz chiqadi. Elements, console, source, network, performance biz buning lozimligi console. Hamda men oldin qitimda o'tgan qisqacha tiz so'zlab bersam, takrorlab biz variable qurgan chog'da qanday name ismi qanday cho'qim naql belgisi, yani double quotation bilan masalan Mahmud deb qo'ygan shunama name enterni bassaq Mahmud chiqarib turdi. Endi yishini qilmoqchi bo'lsaqchi age deydi inglizcha yoshni 30 yosh bo'lsa qanday endi age yishini chiqarib beradi shunaqa. Endi biz 30 bilan Mahmud tangmi? Tang emasda bu 30 bilan Mahmud qanday tang bo'ldi? Odatda JavaScriptda tanglikni ikki tanglik belgisidan qilinsa false deydi. Mana bu nima? Boolean bu. Xato chiqarib beradi shunaqa. Boolean. Xato. Unda bo'lsa diqqat qilinglar. Age bilan 30 tangmi? Tang. Chunki age degan 30 qilib olgan. 30 da 30 tang mana true. Bu boolean. Hamda biz yana bir kichik diqqat qilgan nuqta ingliz program tilida odatda biz xat yozgan chog'da buni camel case deydi, ya'ni tugiga o'xshash. Masalan, mening mashinam deganimiz my car demaymiz. Har bir xatning mening birini tutgandan keyin car deb ikkinchi xatning birinchi harfini cho'ng harf bilan, ya'ni capital letter bilan yozamiz. Buni camel case deydi. Chunki tugiga o'xshash my car year mana. Buni camel case deydi. Endi degan so'zlamoqchi bo'lganda nima deganda object. Data type qanday? Object. Bu object degan masalan ikki qimmatni ola oladi. Bu xuddi ba'zi bir program tillarida masalan Java'dek qanday object oriented language deymiz. Object yo'nalishidagi tillar, obyekt yo'nalishidagi tillar. Buning intayin qo'llanchalik pek yuqori. Bir misol olsam, objectni masalan objectni obj deb qisqartirilmasini olib qo'y. Obj qanday?
key value deydi buni. Objectni qurgan chaqda menga variable deb quribdik shundaymi? Ma primitive data type. Endi biz non primitive'ni menda quramiz. İsmini alam. Şu data type aniq emas. Tipliqqa kuchga emas degan shu. Masalan, bu nemda obj'ni bossaqanda key nim bo'ldi, qiymati value bo'ldi demakchi. Buni nim demakchi deganda masalan capital day poytaxt tushunaqmi? Poytaxt. Japan. Yaponning poytaxti ne? Tokyo shunaqmi? Hamda mana Japan Tokyo deb chiqarib berdi. Poytaxt manda olamiz. Capital bossaqanda mana o'zim chiqarib berdi demakchi. Buning qo'llanchalik intan yuqori. Masalan, bir misol bersam, yani OOP deydi. Mamut dey. Mamut. Mamutninki bunun last name bo'lsin, ham first name nima? Familiyasi. First name, qarang camel case yazamiz. First name nima? Mahmudninki Ahmad desem mayli, Samet dey. Samet. First name bunun familiyasi Samet. Yani first name qanda Samet demekçi. Hem de bunun bir user var deyni. Bir user var. Bir işiltadigan. Biz onun uçurlarını bir saqlamoqchi. Masalan, diqqat qilinglar. Uçurning qanda ismi. İsminin bo'lsin. Uyg'ur IT bo'lsin onun ismi. Bir peşvilalam, yani izleyverimiz. Yişi sanını qanda quotation'ını naqlning ichiga olsaq bo'ldi. Yişi 25. Ma bu quotation'ni olib qo'yaylik, chunki ma age deb olgan ekan. 25. Job xizmati qanday? Teacher bo'lsin, o'qituvchi. Yani bu shunchalik qilib buni bosib qaranglar. Ismi, Uyg'ur IT, Yishiq 25, job qanday? Masalan, teacher, shunaqa. Hamda bunun object oriented language objectning yana bir yaxshi yeri, biz buni qanday manipulate boshqara olamiz. Masalan, user shunaqami? Ismi. Cheki ismi desek, mana shu o'zini chiqarib turadi, Uyg'ur IT deb. User Yishi 25. User job deganda-chi teacher mana bunda chiqib turadi. Buni har xil boshqara olamiz. Object dal shunda. Bugungi darsimiz mushagicha. Agar tushunmagan nuqtalar bo'lib qolsa, aslan shakl qoldirsangiz bo'ldi. Kelar qitim darsimizda biz buning davomi non primitive, ya'ni dastlabki bo'lmagan, ibtidoiy bo'lmagan sonliq ma'lumot turidan qanday array so'zlaymiz. Arrays. Bugun darsimiz oxirlashdi. Rahmat.